Salom qizlar. Taxminan 1 yildan beri men video chiqarmayman. Chunki qog'ozdan savatlar yasash bo'yicha qiziqishim bor edi. Ozgina o'rganib, narsalarini o'zi kerakli, aynan kerakli bo'lgan lak yoki ranglarini qidirish bilan band bo'ldim. Mana endi sizlarga o'zimni bilimlarimni topgan nima desam ekan narsalarni qayerdan olishni, qanday foydalanishi men sizlarga o'rgatmoqchiman. Sekin astalik bilan sizlar ham men ham birga o'rganib boramiz. Bugun xudo xolasa bu videomiz birinchi dars bo'ladi. Birinchi darsimiz mana bunaqa turbuchkalarni o'rashdan boshlanadi. Ruslar turbuchka deydi. Bizda somoncha desa ham bo'ladi. Xuddi somonni poyasiga o'xshaydi. Somoncha deymiz buni biz hozir. Aynan shu somonchani o'rashdan boshlanadi bizani qilmoqchi bo'lgan, yasamoqchi bo'lgan savatimiz, dekor ishlarimiz shu somonchalardan boshlanadi. Qaranglar. Bu somonchalarni oddiy nima desam ekan, kundalik ko'radigan oddiy mana bu gazetamiz bor-ku, o'shani qog'ozdan ham foydalansanglar bo'ladi va bunaqa tayyor sotiladigan A4 formatidagi bunaqa sotiladigan A4 formatidagi qog'ozni olsanglar ham bo'ladi. Buni ham qayerda sotilishini ko'rsatib etib o'taman. Bu qog'ozi bitta dona varog'i 48 grammga teng bo'ladi. Bizda mana bu oddiy biza ko'radigan har doimgidek kopiyalarda, kserokopiyalarda ishlatadigan qog'ozimiz ancha qalin hisoblanadi. Undan ham yasasa bo'ladi. Kattaroq bo'lgan hajmi kattaroq bo'lgan narsalarni yasaymiz. Bu somonchalarimizdan juda ham ko'p har xil o'zinglarni fantaziyalarini ishlatib xohlagan narsanglarni yasasanglar bo'ladi. Bu savatlarni yasagandan keyin uni ustini lak bilan ishlov bersa bemalol nima desam ekan, namlikka bemalol chidamli bo'ladi. Qaranglar, biza bu somonchalarni qanday o'raymiz? Bizga nima kerak bo'ladi? Bizga qog'oz kerak bo'ladi. Shunaqa pochkada sotiladi. Sonini bilmayman, chunki ishlab chiqaruvchi ustiga sonini yozmagan. Sanab ko'ramiz sizlar bilan bir kun. Bunaqa piva kley. Men bir martagina shu idishini sotib oldim-da, kleyni. Tugagandan keyin ichiga mana bu o'zimizni qurilish mollarida mana bunda idishda qopqog'i qizil bo'ladi. Piva kley deb yozib qo'ygan. Aynan shu idishdan quyib ishlatyapman. Shunda bizga bunaqa spitsa kerak bo'ladi. Buni bemalol mana oddiy spitsa 2 millimetrli fokus yo'qolib qoldi. 2 millimetrli oddiy spitsa, buni paypa to'qishda ishlatishadi. Birinchi bo'lib shu 2 millimetrli spitsada boshlashinglarni tavsiya qilaman. Oson. Bundan ingichka to'qish spitsalari ham bor. Hozircha shundan boshlanglar, juda ham oson. Shunaqa spitsa kerak bo'ladi. Gubka, bir bo'lak gubka. Farqi yo'q, men o'zim ishlatganim suv, chunki men barmog'imni ozgina suvlab, mana o'z yoningizga suv olib kelib olsanglar, ozgina suv tomizasizlar-da, quyasizlar-da, bemalol ishlatasizlar. Lineyka, chizg'ich, o'zingizga agar kerak bo'lsa, bunaqa qisqicha olib olasizlar, chunki bir xillarda somonchaning ichida ko'proq qolib ketadi, ham ichiga kirib ketib qoladi. Ushab tortish uchun har ehtimolga qarshi yoningizda tursin va pichoq. Birinchi qiladigan ishimiz, xo'sh, qog'ozni o'rtasidan kesib olamiz. Ochamiz. Birinchi kesib olishdan oldin tekshirib ham olishimiz kerak. Qanday tekshiramiz? Bitta dona qog'oz olamiz. Hozir men sizlarga ko'rsatib berayotgan narsalarni boshqa masterlarni YouTube kanallarida ham ko'rsanglar bo'ladi.
bemalol o'zingizga ma'lumotlar qidirsanglar ham bo'ladi. Bitta qog'oz olamiz ham. Bitta qog'oz olib, pichoqsiz shunchaki o'rtasidan bo'lamiz. Shunchaki o'rtasidan bo'lamiz. Bizga nima uchun kerak? Xuddi matoni eni va bo'yi bo'lganidek, qog'ozni ham eni va bo'yi bo'lar ekan. Mana qaranglar, uzunasiga bukladim va yirtib ko'raman. Agar yirtganimda qo'l yordamida yirtganimda tekisroq yirtilsa, bunda bizani qog'ozimizni tolalari uzunasiga joylashgan bo'ladi. Agar unda qiyshiq qo'ng'ir kesilsa, shu yirtganimda yirtilsa, unda bunaqasiga joylashgan bo'ladi. Mana yirtamiz va juda ham tekis chiroyli yirtilyapti. Mana bu juda ham yaxshi. Agar biza qog'ozni ko'ndalangiga yirtayotganimizda, hozir bunaqasi yirtib ko'rsataman. Yirtayotganimizda yon tomonga qiyshib ketib qolsa, unda bizada pochkamiz xato bo'ladi va hammasini mana bunday holatda emas, eniga bo'lishimizga to'g'ri keladi. Qog'oz noto'g'ri emas, shu stanokka qo'yilib kesilganda ko'ndalangiga qo'yilgan bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz biz o'zimiz qog'ozlarni tayyorlab olamiz. Ozgina qog'oz olamiz. 3 ta, 4 ta, 5 6 ta o'zingizlarning pichog'inglarni o'tkirligiga qarab. Men shu millimetrovkamga qo'yib olaman-da, mana. Enini o'lchaymiz. Bizda hozir shu eni zo'rliniyam bor-da. 21 sm. Bu 21 sm. O'rtasidan bo'lamiz. Shunda 10,5 bo'lish kerak. 10,5 qilib, men hammasini kesib chiqaman. Pichoq olasizlar. Pichoqqa ehtiyot bo'lamiz. O'rtasidan kesamiz. Mana o'rtasidan kesdik. Kesganimizda e'tibor beringlar, har doim mana shu kesilgan tomoni bitta tarafga qarab taxlab kesib ketaverasizlar. Mana kesdik, chetga oldik, kesdik, chetga oldik, to'g'rimi? Endi qanchadir yarmini kesdinglar yoki o'zingizga kerakligini kesdinglar va mana shu o'rtasidan biz o'zimiz pichoqda yoki ko'ndalang yoki bunaqasiga kesganinglarda ham kesma joyi o'zingizga qarab turish kerak. Shunda bitta varaq olamiz. Mana bitta listini olamiz. Gubkali suvimizni yonimizga qo'yib olamiz va kleyimizni ochib olamiz. Xo'sh, yo'llamachasiga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Oqib ketmasligi kerak. Menda yarimta bo'lgani uchun, yarmida bo'lgani uchun oqib ketmaydi. Birinchi o'rinda nima qilamiz? Spitsani olamiz. Somonchamizga shakl beramiz. Bitta barmog'imizni gubkaga nomiga teqizamiz. O'zimizdan qaraganda o'ng burchagini bir marta barmog'imizni teqizamiz va tezda ho'l bo'ladi. Spitsamizni qo'yamiz. Qaranglar, spitsamiz shu qog'ozimiz oxiridan 6-7 sm tashqariga chiqib turishi kerak. Chunki biz buni bundoq aylantirganimizda spitsa ichida cho'kib ketib qoladi qog'ozimizni. Shunda iloji boricha bunday qiyshuv holatda emas, sal to'g'riroq holatida aylantirishimiz kerak. Qog'ozni ustiga chiqaramiz. Mana ustiga chiqardim. Barmog'im bilan ushlab turibman. Shu 3 ta barmog'im bilan ozgina orqaga yuramiz. Orqa yurganimizda qog'oz mana shu spitsamizning shaklida sekin aylanadi. Mana aylandi, to'xtadi, uchiga keldim. Ushlab turibman. Hozir yaqinroqdan ham olib ko'rsataman va oldinga bosgan holatda barmog'imiz bilan shu spitsani bosib turibmiz. Bosgan holatda bir marta aylantiramiz va mana ushlab oldi. Endi bu qo'limiz bilan oldinga itaramiz va chap qo'limiz bilan bu spitsani oxiridagi qog'ozni aylantirishga yordam berish uchun to'g'irlab boramiz. Bu qo'lim bilan itarib, bu qo'lim bilan bu mana oldingi bu barmoqlarim esa nomiga orqaga ushlab turibdi. Aylantiramiz. Ozgina o'zimizga tortamiz, ushlaymiz qulaylik uchun va yana aylanamiz. E'tibor beringlar, mana bu joydan
boshida 6 santimetrcha joy chiqib turgan edi. Mana endi 3 santimetr joy qoldi. Yana aylantiramiz. To'xtaymiz. Mana bu uchiga kley suramiz. Bir tomchi, ko'p emas, nomiga. Chunki kley qancha ko'p sursanglar yoki mamyoqlarga chaplanib ketsa, hali xohlagan rangimizni bo'yayotganimizda aynan kley teggan joyi, PVA kley teggan joyi rang olmaydi-da, oqarib turadi. Bundoq qilamiz. Mana aylantirib yubordik. Qo'limizga olamiz, kley bo'lgan joyini bundoq aylantiramiz va bemalol bundoq chiqarib olamiz. Qancha spitsamiz, mana shu somonchamiz ichidan qiyinroq chiqsa, demak biz somonchamizni to'g'ri aylantirdik. Mana hozir yaqinroq ko'rsataman. Mana bu joyi menda 3 yoki 2,5 santimetrli nima desamki, zinachaga o'xshagan aylanlanib bo'ladi. Hozir men yaqinlashtirib ko'raman. Rasmga olib ham joylashtirib bersam bo'ladi. Unchalik ko'rinmadi. Mana ko'rdinglar? Agar sizlarda mana men yopishtirgan joyim mana shu joyda to'xtadim. Mamyoqda bo'lsa, mamyoqda bo'lsa, unda juda ham xunuk va qo'pol chiqadi. Sal mamyoqda bo'lsa juda ham yaxshi. Yana bir marta qilamiz. Keyingi kadrlarni yoki men yaqinroqdan olib, mana barmog'im birinchi bo'lib qo'llab oldim. Qog'ozimni olib oldim. Ajralmayapti. Qog'ozimni olib oldim. Ustiga ozgina chiqaraman. Spitsam ko'proq chiqib turishi kerak. Mana ko'proq ustiga qayirdim va orqaga yuryapman. Ozgina spitsani aylana holatini qog'ozda keltirib olamiz. Mana sekin aylantiramiz. Oldinga, agar mana bunaqa chiziqlar mana ishib qoldi, ko'rdinglar? Nomiga orqaga qaytib barmoqlar bilan to'g'rilab borib, bunday qilsanglar bo'ldi, o'zi to'g'ri bo'lib ketadi. Birinchi urinishdayoq o'xshaydi demayman. Taslim bo'lmanglar, bu juda ham oson. Boshida men ham qiynaldim, lekin masalan 100 ta dona somonchani bemalol 20 minut yoki yarim soatda bemalol o'rab tashlay olaman. Juda ham oson. Hali o'zinglar qiziqib, voy nechta bo'ldi ekan deb qiziqasizlar. E'tibor beringlar, taxlayotganinglarda, mana o'rab chiqdinglar, taxlayotganinglarda bir yoq uchi zinali yopishtirilgan kley tarafi bu, hammasi kley tarafi bir yoq tomonga, bu yoq tomoni esa spitsa chiqib turgan tomoni bir yoq tomonga bo'lishi kerak. Hammasi bitta tarafga qarab turishi kerak. Mana endi sizlarga mana yaqinroqdan ham ko'rsataman. Barmog'imni mana bu gubkada nomiga mana qo'llab oldim. Qog'oz olaman, bitta dona qog'oz olaman. Mana 5-6 santimetr chiqib turishi kerak. Ustiga sal ko'proq. Men ham qiyshayib ketmasin. Mana nomiga shuncha yetadi. Ustiga chiqaramiz. Mana ushadim. Spitsani ushadim. Orqaga barmog'im bilan ezib turib, orqaga yuryapmiz. Mana orqa yurganda mana orqaga sekin yurdim mana. Orqa yurgandan keyin bosib turib, shu qo'lim bilan bosib turib, bu qo'lim oldinga, bu qo'lim esa orqaga sekin itarib ana qiladi, aylanamiz. Mana. Nomiga itaryapman bu yog'iga, juda ham qattiq emas. Aylantiryapmiz. Mana bu jimjilog'im bilan hozir. Mana aylantirayotganingizda bu yoq tomoni spitsa yo'q o'zi ham yog'ida. Lekin o'zi aylanib boradi va barmog'inglar bilan bu yoqqa tortib turganingizda bitta jimjilog'inglar mana buni ham ushlash kerak. Bundoq aylantiramiz. Mana ushadik. Bu yoq bemalol qo'yib yuborsak bo'ladi. Kley olamiz. Bir tomchi nozikkina, ko'p emas. Mana aylantirayotganimda ham bu chap qo'lim o'zimga, o'ng qo'lim esa bundoq aylantirib bitaryapti. Mana. Bo'ldi. Mana bu joyim ichida cho'kib ketmadi. Tortayotganingizda agar kuchingiz yetmasa, mana bir omburchamiz bor.
11chamiz bilan 4 olsak bo'ladi. Judayam oson. Bitta mani videoyim emas. Qolganlarni ham videosini bemalol ko'rib, sekin o'rganib boringlar. Bundan keyingi videolarimda qog'ozni kley, PV kley xohlagan konstavardan olsanglar bo'ladi. Aynan qog'ozni bo'yash kerak bo'lgan modelkani yoki kleylarini aynan qayerdan olish kerakligini o'rgatib boraman. Juda ham oson. O'zinglarni uyinglar uchun har xil dekor savatlar. Men masalan qaynona oyijonim xonalariga anaqa yasadim. Kiyim solishga savatcha yasadim, bo'yi baland. Videoda hozir videomda qo'yib boraman. Shunaqa yasab berdim. Qaynona oyijonim juda ham xursand bo'ldilar. Farzandlarimning xonasiga ham xudo xolasa aynan korзина qo'ymoqchiman. Qizlar, bitta hozir men suvli barmog'imni suvga tekkizib trubochka o'rash yo'lini o'rgatdim. Sal boshqacharoq yo'li ham bor. Uni keyingi videolarimda ham ko'rsatib boraman. Mana shunchaki shu somonchalarni yasab borasizlar. Menda hozir 1000 tadan oshiq trubochkalarim bor. Somonchalarim bor. Trubochka yoki somoncha deyishga harakat qilman, chunki baribir o'zbek tilida osonroq bo'ladi bizaga. Bu birinchi videoyim. Shu somonchalarni o'rganib olsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Xohlasanglar somonchani o'raganinglarni menga Telegramdan yoki Instagram, Telegramdan rasmini jo'natsanglar, to'g'ri, noto'g'ri yoki yana qanaqadir usullari bo'lsa, boshqa usullarni ham ko'rsatib o'taman. Bu birinchi darsimiz. Keyingi darsimiz aynan shu somonchalarni bo'yash va kerakli narsalarni qayerdan olish kerakligini aytib o'taman.